5 sinf matematika mashq daftari 2-qism 21-bet. O'lchov birliklarini almashtirish. 5-topshiriq 1-masala. O'lchov birliklarini demak biridan ikkinchisiga o'tkazing. 82 metr necha santimetr? Xo'p, bizda 1 metrimiz teng bo'ladi 100 santimetrga ekanligini inobatga olsak, 82 ni ko'paytirishimiz kerak 100 ga. Va bu bizda 8200 santimetr bo'ladi. Besi ham xuddi shunday, to'g'ridan-to'g'ri 100 ga ko'paytiramiz va javobimiz 1250 santimetr. 646. Demak, 646 metrni 100 ga ko'paytiradigan bo'lsam, menda 46 santimetr hosil bo'ladi. Endi bizda kilometr berilgan, metrga o'tkazishimiz kerak. Biz bilishimiz kerak bo'lgan o'tishimiz, demak 1 kilometrimizni 1000 metr ekanligini bilgan holda 13,5 ni 1000 ga ko'paytirishimiz kerak. 13,5 ni 1000 ga ko'paytirsak, 13500 metr hosil bo'ladi. 1,96 ni 1000 ga ko'paytirsam 1960. Xo'p, 10,6 ni 1000 ga ko'paytiradigan bo'lsam 10060 metr hosil bo'ladi.